To'xta! 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 Bu yoqqa. Xato yo'lga kirib qoldik. Qaltisqo. Hocam, herkes qo'rqma. Qaçmam sen. Neymiş qaçmaysan? Bu chavaka, bizdek inoqlikni yoqlaydiganlar adolat uchun kurash qilamiz go. Xo'jayin hayot vaqtida sana yomonlik qilmagan-ku. Endi u o'lib, kirpiga to'pig'i tushmasda, sizlar bundoq odamga ziyoyat qilg'ashdan qilyapsizlar. Sizlarni bu odam degil bo'lamdi. Bak, afsus, boshliq o'ldi. Biz endi kim pulni ko'p bersa shuningga xizmat qilamiz. Biz qizil oyoqlar pristonda ishlaymiz. Kim tamoq bersa shuningga ajizdigan gap. Buni sen bilasan-ku. Jimbiyav, amaliyotchan bo'lib begimni topshirib ber. Uzun yillik aka-og'aliqning yuzini deb bo'lsa, sana hayotlik yo'li beray. Bo'lmasa aka-inalaringning shafqatsizligini ag'rinma. Hocam, herkes qo'rqma. O'lsakmi, birga o'lamiz. Sen Rasululloh akamizni qadinas do'st ekansan. Undaqda bizni ag'rinma. Chepirla! Yo'qdaga, tez bu yoqqa chiqib. Hocam, tez qoch. Yo'q, yo'qdaga, men sizlar birga qochaman. Yo'qdaga, tez chiqma. Ularni qochirib o'tmaydi. Chiqinglar. Hop. Bu yerda ishqinglar qilib, qag'alar mamlamanglar. Hop, hop. Eng nodir, eng yangi, suzuklik yuqori bo'lgan filmlar Salkin Suzuk film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. O'xshamaydi. Xo'jayinning qo'l ostidagi ishpiyonlar tarbiyalangan saposi bor odamlar. Hargizmi bulardek vaqirab-chaqirab yurmaydi. Yo'qdaga, yorlandingizmi? Hech qisi yo'q. Kichik hocam, tez bu yerga ketaylik. Sizlar nima odam? Aka, o'q chiqama. Bizni boshqalar qo'g'lab o'ltirmoqchi bo'lgan. Amansizlikda sizning uyingizga kirib qoldik. Bu tushuntirish yetarli emas. Amaliyotga uyg'un emas. Yana bir qatim so'ray. Bergan javobing meni qoyil qila olaskan deyman. Ro'cha, bu yoqqa kel. Yetishni bilamsan. Aka, kechirgin. Biz haqiqatan tuyuq yo'lga kirib qoldik. Bugun tapanchani oriyatga shiltib turay. Keyin sana hasilab qayturman. Mayli. Sen ketalamsan? Aka, o'tinib qolay, bizni ketkil qo'y. Bo'lmasa men rastla o'q chiqaraman. Seningchi mening tapancham sening qo'lingga chiqib qolsa, sening tapanchangga aylanib qolarmi? Yo'qdaga, yertirib.
Nima? Tushunmayapsan? Siz sehrgarmi? Albatta emas. Biroq sen boya o'q chiqasan bo'ladi, lekin o'q chiqamiding. Demak, sen eski odam emas. Aka, senden yoshurmay. Biz 9-numurluq pristaniki bovakini odamlari. O meni jiyanim bo'ladi. Ikkimizni o'ltirmoqchi bo'ldi. Qechib xalta ko'chaga kirib qoldik. Faqat omon bo'lmaganlik uchun sening uyingga kirdik. Bayatın hujra uyda turib, sirtdagi qalaymagan ovozlarni anglab qoldim. Aslida sizlar ekansizlar-da. Ular qo'lab kelibdi. O'tinib qolay. Eshikni hargiz ochmag'in. Bu zada nima ish? Bo'ldi, so'rama. Sizlar musha saqlab turinglar. Men hozir kelaman. Tez o'ltiringlar. Kimni izlaysizlar? Xo'jayin, biz pristaniki bovakini odamlari. Bayatı ishki odam sizlarning o'ylanlarga kirib ketgan. Bilmadim xo'jayin ko'rdimiki? Ko'midim. Birodarlar o'z ko'zi bilan ko'rgan edi. Hargiz mo xato bo'lmaydi. Xo'jayin ko'rmagandan keyin biz ishga kirib, oqtirib boqaylik. Ah turpaqayli. Nima degan cho'ng so'zliganlik bu? Bu degan shaxsiy turalg'u. Sizlar jamoat xavfsizligidami yoki boshqa qismdami? Nima ish bilan o'yimni aqtirsizlar? Xo'jayin, bizni xato tushunib qoldingiz. Biz sizning uyingizda oqtirmiz demedik. Uyingizga kirib, odamizda boqaylik dedik. Usulni qichinglar. Siz bayatı mening degan gaplarimni yaxshi tushunmay qolgan o'xshaysiz. Undaqda ochiqroq qilib aytay. Biz 9-numurluq pristandagi Chingshuga okining odamlari. Bayatı ishki xoin sizning uyingizga kirib yoshirinib oldi. Men uni izlab tepishim kerak. Ishki xoin. Demakchi bo'g'ini bir 30 yosh odam bilan bir kichik balg'u deyman. To'g'ri. Ular ichidimi? Ha, shundaq. Ular hozir ichida. Ha? Yaxshi, rost gap qildingiz. Nima degan bilan bizni ovorchilikdan qutqizib qo'ydingiz. Undaqda ularni bizga topshirib bering. Topshirib beramdim. Ular degan mening do'stlarim. Men ularni hargiz sana topshirib bermayman. Voy, meni ahmoq qilib o'tarsa? Seni ahmoq qilish shuncha osonmi? Voy, Soltak, sen qasdan chatoq chiqaraydamsan? Birinchi, gap qilganda adabli so'zlarni ishlat. Ikkinchi, mening ovorchilik topqim yo'q. Balduroq qaytib, aramag'im bor. Sizlar ketinglar. Soltak! Men sen bilan chiroyli maslahatlashay degan. Menga yuz beramsan yo'q. Bo'lmasa xo'jangni qo'pollik qildi dema. Sening og'zing nimandaq paskina? Yana bir qidim deb qo'yay. Mening ochchig'im kelguncha bu yerni darhol yo'qlash. Bo'lmasa, o'zingga ovorchilik deb olasan. Voy, qolsiz-ku. Aramzada, o'rma sharob ichmay, jazo sharob ichishdan o'xshamsan. Cho'ngching pristanda texi bovokiga shilting otadiganlar to'g'ilmadi. Kompartiyami bizning ishimizga teganmaydi. Shundaqmi? Ajab yomon kelsizlar. Bo'lmasa, ozodlik armiyaning charlash atrofini chaqirib qo'yaymi? Aratdamoq ablah, meni qo'rqitmoqchimi? Rost gapni qilay, akam qirg'ay seni qo'rqitmay degan edim. Birodarlar, bu ishning o'zini buzib yutinglar. Undaqda sizlar taqdiringlarning kajligidan ko'rsanglar bo'g'lik. Abla, chatoq bo'l. Men uni yordam qilay. Birodarlar, tez chiqinglar.
Birim. Çay için. Yaqin kelma. Akanglar qaltisi novchi edi-ku, ha? Nima, endi o'rkigan toshqonga o'xshab qoldinglar-ku, ha? Voy jon. Sening og'zing nimandaq paskina, ha? Bayatdan nima deding? Buzuq ishga yaramas deding-ku, ha? Voy. Yani tehi, mening uvamni buzishmoqchi bo'lishding. Shundaqmi? Gap qila. Nima ishga gap qilmaysan? Cho'q palvon. Gachib qadammi? Voy jon. Aka, çoğunda da bu ha, ötünüp qalay. Ötünüp qalay, endi urma. Endi urma. Men adam emas, men işitning bolasi. Men yaramaz. Mening turacağım işitning uvusi. Qaytib berib, uni buzib tashlayman. Endi bu bo'lgandi, aka. Odamlaringni boshlab, bu yerni yo'qol. Ma'qul. Xo'jayin, biz eski odamlarmiz. Har kim o'z yo'liga mangsin. Bo'ldi. Jahonkezlarning so'zlarini so'zlamay. Bu yerni tez yo'qlash. Ma'qul. Çay için. Rahmat. Allah. Rahmet acı. Nima degan umaq? Isming nima? İsmim Rucan. Ro'jan. Bu ismning ma'nosi chinqir. Sizning bolangizmi? Yo'q. Mening jiyanim bo'ladi. Qizchaq, nima bo'ldi? O'g'lim hayot bo'lgan bo'lsa, uning bilan tang bo'ladi. Nima? Bolangiz yo'qolib ketdimi? Hech qisi yo'q. O'tib ketgan ishlar. Qayda o'ltiring. Aka, adolatni yaxlığanliging uchun sana ko'p rahmat. Bu yaxshiligingni umr bo'yi unutib qolmayman. Bo'ldi. Tez turinglar. Aka, mahartim, baqqaltisga. Men jimbiyomu doim mashq qilaman. San selishtirganda osmon palak farqi bor ekan. Turqoңdan qaraganda jahonkezlarning adolatni yaxlaydiganlarga o'xshamamsan. Aka, sen shu sabtimi? Bu ishlarni qilib boqqan, lekin xeyli burla qo'limni yuvatgan. Mahartimning qaltisligi ajablanarlik emas ekan. Aslida sen bu qiz degan guruhdan chiqqan ekansan-da. Sizlar nima deyishyapsizlar? Men faqat tushunamadim. Inoq degan so'z barliq jahonkezlarning o'rtaq atilishi. Yanxuy tashkilotimi, banditlarmi, o'g'ri aldamchilarmi, yolg'on dori sotadiganlarmi buning ichida bor. Undaqda Xingdian degan nima degan gap? Barliq Xingdian tapanchaga tayinib odam o'ldirib, qo'saq baqadiganlarni ko'rsatdi. Bundaqda. Bu nimani ko'rsatdi? Buni biz lavburjiki deymiz. Maxfiy so'z. Ko'nlardan qolgan qo'pol so'z. Hey, Rujan, Ha? uqmay turib chiqilma. U degan ras qurol. Uning ismi Ro'chanmi? Ha. Sana berdim. Oyna. Bu bala yaramliq azimat bo'lib yetishib chiqadak. Xijil qilma. Men o'rgatgan. Ha? Siz o'rgatganmi? Dadisini shishi aldirash. Kichigini tatib men cho'q qilgan. Beka bo'lib qolganda ancha-muncha o'rgatib qo'yman. Bir gap qilsam, ko'nglingizga olmaydigansiz. Hey, nima ish qundaq bo'lgadak? Gap bo'lsa udil dava.
Bu balaning zerakligi sizga qaraganda kichikini yuqori emas, balki xeyli yuqori. Aql farosatlik bola ekan. Bu gapni to'g'ri aytdi. Men bu ba'zida o'yinib qolaman. Uning bir mahoratni o'rgatsam, u keynidagi mahoratni tezlik tushirib oladi. Yana kelib, u o'rgangan narsalarni zoya qilib etmay, hammani ishiltib turdi. Obdan mashq qildiring. U degan talant egisining materiali ekan. Hay? Aka, agar sen uni o'z qo'lingla o'rgatgan bo'lsang, uning ta'liq kelgan bo'ladi. Ay, to'limi afsus. Men cho'nchondan ketaman. Qani, o'tiring. Sen bu Chengshinin yo'g'onchilaridanmi? Ha, shundoq. Anglashimcha, Bavakining Chongqingdagi kuchi intayin zo'r ekan. Bo'libmi 9-pristandagi cho'ng aka Xo'ji qimor maydonini qurish, fohishxona ichish, qurol, tamokatgachilik qilish, savdogarlarning paraxodini bo'lash, odam o'ldirish. Uning qilmaydigan askiligi yo'q ekan. Shundoq. Aras. Sizlar nemishqa qochsizlar. Akam o'z birodarlari tarafidan ziyonkashlik uchirdi. Bu vijdonsiz ishning kuchiklari bu bolani boshqa qo'yatmadi. Uyga bosibli kirgan bo'lsa, biz o'lgan bo'lardik. Vaqtimizga yarasha bir necha birodarlarim menga xabar qilib qo'ydi. Shunga biz qochib chiqaldik. Bu bola nima degan bechora? Kela. Qo'sqon ashqanda. Buni yigit, ha? Ala. Qani yigit. Yachin, bu yoqqa bir pachak bering. Qani, ilang, ya. Sizning qo'sqingiz ichib ketdi. Ilang. Rahmat. O'tiring, yarig'izni qarab baqay. Yo'q, men o'zim qilib olay. Yar ig'izi dumangiz tursa, qanday qilasiz? Qani. Nimaga yig'laysiz? Eng nodir, eng yangi, suzukligi yuqori bo'lgan filmlar Salkin Suzuk film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Ay, kimingizni selevdi? Bundan keyin qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? Men muhmayman. Cho'ngjandan ayrilib, Ro'chana hammasini izlab topaman. Biroq qochish uchun elimizda bir mo'chaning so'niqi yo'q. Avval shahar ichiga yoshinib turamiz. Yachin, paxta bilan do'rni akilang. O'ylab baxmabdi ekanman. Mushundoq inchik ishlarni qila oladi ekansiz. Yaxshi odamlar uchun men bunday ishni qilishga rozi. Sizlar nima yoshirinib turmoqchi? Burunqi birodarlar bizni yenida ip qilishi mumkin emas. Biz haqiqatan tuyuq yo'lga kirib qoldik. Bugunni yoshirib o'tkazgan bilan atini o'tkazishimiz mumkin emas. Cho'nchani bo'lsaqlar, ular bizni tepib oladi. Mening bir jinim bor. O'lsam mayli. Biroq bechora Ro'chan qanday qiladi? Bechora bola. Bayatdan Chongqingdan qochib chiqib, Ro'changning hammasini izlab topman dedingizmi? Shundoq. Ro'changning hammasi qayerda?
Ruchangning hammasi Jingyidagi Yibingni tijorat qiladi. Yibing. Yachen, ular uyini olsin. Ondan pokiz kiyim tep bering. Kiyimni almashtirib olsin. Mangayli. Bering. Rahmat. Ularni qandaq o'rinlashtirmoqchi? Ularga pul beraylik. Cho'ngchangni kessin. Agar ular ketamay qolsa, Ketamisa? ularni o'ldirish uchun qo'g'lab yurganlarning hammasi esa har qanday odamlar. Qandaqsiga ularni shunday oson qo'ymasin. Hozir siz ularni qo'g'davyapsiz. Shunga ular qo'l sololmaydi. Biroq ularning yolg'iz ekanligini bilib qolsa, ularning boshlig'i hargiz bo'sh qo'ymaydi. U chaqda Ruchangning hammasini izlash emas, balki paraxodga chiqmasligi mumkin. Faqat ularning qo'lida o'ladi xolos. Bundaq bo'lgandan keyin bugungacha ularni qutqizmasangiz bo'lmamdi. Undaqda sizni chiqqanda qilsak bo'lar. Qutqizsangiz oxirigacha qutqizing. Jinbiyo bilan Ruchang biz bilan paraxodga chiqib Yibingga borsin. Biz vazifa tavatimiz. Ular bilan birga turish qolaysiz. Bo'libmi, Leni Yushan bayadi. Siz qachondan beri Li Yishandan qo'rqadigan bo'lib qoldingiz? Juntung ishbirliq qonunida madaniy qoida nizomnomasini ijro qilishda mundaq deyilgan. Maxfiy vazifa o'tash jarayonida munosabatsiz odamlar bilan bodikalda qilishga bo'lmaydi. Biz bunday qilsak, uni gumonini qo'zg'ab qo'yamiz. Fizikadagi energiyaning saqlanish qonunini bilamsiz. Oddiy qilib esaq, har qanday ahvol ostida aktiv va passiv energiya o'zining tamponligini saqlashi kerak. Shu sababdan biz yashayotgan bu dunyo hozirgacha mavjud bo'lib turyapti. Buning hozir biz muhokama qilayotgan masala bilan munosabati bormi? Albatta bor. Bu qonuniyat o'xshashlar sizga mos keladi. Qiziqarliqkan, daqiqma. Agar askar odamlarni o'ldirish energiyaning manfiy qutubi desak, undaqda yaxshi odamlarni qutqizish energiyaning musbat qutubi desak bo'ladi. Agar siz askar odamlarni o'ldirib, yaxshi odamlarni qutqizmasangiz, energiya tamponligini yo'qotadi degan gap. Yashayotgan bu dunyoringiz mangu yo'qolib ketadi. Asosi bor ekan. Biroq men yaxshi odamni qutqizmayman demadim. Faqat amaliyotga uyg'un keladigan bir usulni tanladim. Ularga pul berib, o'z yo'lingizga menglar desangiz, bu sizning amaliyotingizga uyg'un keladimi? Demakchi bo'g'inim, ular bilan birga maqsad qolaysiz. Bu amaliy ahvol. Biroq bu cho'qim ular o'z yo'liga ravon bo'lsin deganlik emasda. Undaqda men xato anglab qoldim-da. Balki mening ifodalash usulim bak oddiy bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Tushunishingizga ta'sir yetkazib, xato tushunib qolgan o'xshaysiz. Undaqda qanday tushunsam to'g'ri bo'ladi deb aytib beqing. Ularga pul beramiz. Ular biz bilan bir paraxod o'ltirib, Cho'ngchingdan ayrilib ketadi. Amaliyotda biz ular bilan tanishmaydigan qiyofatga kirib olamiz. Bundaq bo'lganda energiya tamponligi saqlanib qoladi. Kechiring. Maqsadingizni to'g'ri tushunmay qoldim. Biroq sizning deganlaringizmi o'rinliq. Men cho'qim sizning gaplaringizni yaxshi o'ylanib boqaman. Qarab baqing. Ular yunib bo'ldimi yo'q? Biz menishimiz kerak. Ma'amdiq. Hozirla ma'amdiq. Mush yerda qo'nib, heli qilarning kelishini kutamdiq. Men rostla o'tganman.
Nimaga qarayapsiz? Bu aynakda odamning shakli o'zgarib ketadi ekan. Rostla g'alati odamda bu. Odam tushunmayotgan gaplarni qilib. Deganingiz to'g'ri ekan. Ular uni hargiz bosh qo'yib yotmagidek. Nima? Bir ashni bayqab qoldingizmi? Nimada pichirlashyapsizlar? Paraxodga chiqib bo'lgandan keyin vaqt degan kangri. Tez mangaylik. Turush. Turush. Yo'qol. Nima bo'ldi? Tur deyman. Tur. Tez olinglar, tez. Nimaga qarayapsiz? Hech nimaga. G'alati. Yushan, siz 3-numerde qo'yib turamsiz? To'g'ri. Ishkimiz almashtiraylik. Buning nima farqi? Paraxod ishkiga yaqin turay degandi. Ma'qul. Xo'jayin. Kela. Kela, o'tir. Ro'cha, bu yerga qanday kelding, ha? Men sirtdagi temir reshotkadan umilab keldim. Biyo tog'am sizga aytib qo'yishimni topildi. Biz 1-qavatning 6-nomerlik uyda turmiz. Ma'qul, bildim. Qaytib berib biyo tog'amga aytib qo'y. Birdamdan keyin boraman, ha? Tog'a, sizda nimandaq ko'p qurol bor? Tog'am bu tapanchalardan foydalanib askilarni otidi.
Undaqda 5-ci tağam eski adamma? Senin deginin Fan Wuchao mu? He, şu eski adam. Əmisi maň bir tapanca beriň. 5-ci tağamny öldürüp ýitdi. Sen de küçük tapancını götüremeysen. Kötüreleymen. Rasma? Ale. Hey. Qandaq, seni aldımı qandı mən? Aslında tapanca eğir boldy ekende. Ondaq bolsun. Ruçan, sen çoğun bulup tapancını götüreligdek bolganda tağan qarıq etişini ügütüp qoysun. Rosma, Qandaq? gepinizden ýene almaňjymy? Elbette. Aras. Ruçan, sen qaytıp ket. Bolmasa tağan ansırap qaldı. Men ýanıl derizden ümülep Hey. çykyp gitdi. Xatarlik. Yanla işikten çıkıp ketken. Bir otogam sizning öýüňizde kirgenlikimni başgalar körüp kalmasın digen. Aqıllık bala. Mayli. To'xtab tur. Nimaga qaraýatsiz? Ruçan bayatdan mening qishimdan chiqib ketdi. Qani, ichi kirayli. Ay, Ruçan degan bu bala to'limuz yer ekkan. U bek umaq. Har qitim uni ko'rsam, o'g'limni aslab qalaman. Yachin, azaplanma. Öç aladigan vaqt oxiri yetib keldi. Nemişikən, maňa sal galati bilinyapdy. Paraxotliklarning hammasi normal emasdek. Chinbiyo bilan Ruchangni o'ldirdiganlarni bayqab qolganingiz uchun shundoq tuyuldimi ya? Undaq oddiy emas. Bu nim deganingiz? Aytib beramayman. Faqat tuyg'u xolos. Nurg'un yillar qorong'ulikda yashab kelganligim uchunmikin, bir xatar bo'lsa, yuragim tuyuladi. Men sizning shundoq gapni qilishingizdan qo'rqaman. Nemishqa? Chunki azaldan xatolashib boqmadingiz. Sirdeshadigan gaplaringlar tegmagan o'xshamamdi. Ishiknimi taqimabsizlar? Boshqalarning anglab qilishidan qo'rqmamsizlar? Boshqalar ikkimizning gapini faqat sizni anglashni xohlaysiz. Voy qo'g'a. Kim sizlarning gapinglarni anglashga xushdarkan? Meningcha siz oshiq deyman. Har qitimiz paranglashayotganda siz kirib qolasiz. Sizcha undaq emasmi? Hech bo'lmaganda hissiyotimni yushirib qolaman. Shundaqmi? Bu tarafini men bayqamabdimi? Men rostla bilmadim. Ishqinglarning o'tirisida sodiq qandaq adovat bordi. Uchrashsanglar gap talaysizlar. Yaxshi, sizlar gap talashib o'tiraveringlar. Men sirtdan aylanib kiray. Sirtni nima ish qilasiz? Kallamni sagitay. Men mangdim. Ishik biqib turing, ha? Sizlar Şundak gel. Kechiringlar, yo'l bo'shdinglar, yo'l bo'shdinglar. Yo'l bo'shdinglar. Qani bu tarafga. Ehtiyot qilinglar. Bu tarafga. Ostroq, ha? Shiko. Bu tarafga. Ehtiyot qilinglar. 哎呀，这什么奇怪事儿都有。哎呀，对呀。
Nim qilyapsa, oldin qarab bo'lmamsa. Kechiring, kechiring. Sat oldi, kechiring. Puting uyushib qoldimi? Hey, yigit. Efendim, Bu paraxod jami qancha qavat? Chongqing Chaodianmen pristani bo'yicha eng cho'ng paraxod hisoblandi. Jami 3 qavat. 3-chi qavatni nimaga ishlatadi? 3-qavat alohida yotoq uyi. Alohida mehmonlar uchun. Shunda. Jami qancha uy bor? Alohida yotoq uyi jami 2 qiz. Har bir uy ichida 2 mehmonxona, 3 hujra uyi bor. Men bayatni sening bir zambilni ko'tarib kirib ketayotganligingni ko'rdim. To'g'ri. O zambilda yotgan kim o? Anglashimcha, ig'ir darajada yaralangan savdogar ekan. Butun badandagi so'laklar sunib ketibdi. Bu yaralangan odam alohida mehmonlarni kutish uydimi? Ha. U A-nomerlik uyda. Yana bir uyda turgan odam kim o? Efendim, buni nima ish so'rab qoldingiz? Mundaqla qiz qilib so'rab baqdim. Efendim, paraxodning qoida nizomida xohlagancha mehmonning salohiyatini oshkorlasak bo'lmaydi. Ha, efendim, siz odamni to'g'ri tepib so'radingiz. Paraxoddagi boshqa mulozimatchilar buni hargiz bilmaydi. Yana bir alohida yotoq uyida o'ltirgan odam 9-pristandagi Boka Yutelung bo'ladi. Jasmlashtira olamsan. Mening uyim 9-nomerlik pristanda. Burun uni ko'rib baqqan. Bayatun uningga suv kirib beray desam, uning qo'l ostidagilari meni ishtirib chiqaryapti. Qaytib chiqib, shundaqli qarsam, kursloda o'ltirgan dal Yutelung ekan. Ishonni qilaver. Efendim, hargiz boshqalarga aytib qo'ying. Xotirjam bo'l. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. To'g'ri. Kela. Mashq qilayotamsan? Aka, keldingmi? Qandaq? Bir shap yo'qdi. Yo'q. Bo'ldi, Ro'chaq, o'zing o'yna. Mening tag'onga deydigan gapim bor, ha? Liu Tianlong degan odamni bilamsiz? Albatta bilaman. U degan bizning 9-pristandagi Boka, ikkinchi xo'jayin. U mushu paraxodda. Nima? U biz bilan bir paraxoddimi? Aka, bu... O sizni ham Ro'changni deb keldi, deyman.